Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Zamonaviy texnologiyalar olamiga xush kelibsiz. Biz yoshligimizdan Hollywood filmlaridagi politsiyachilarning yuqori texnologiyalari bilan qurollanganligini ko'rib katta bo'lganmiz. Xo'sh, hayotda ham shundaymi? Bu galgi videoroligimizda politsiyachilar uchun mo'ljallangan gadjetlar haqida gaplashamiz. Videoga like bosib qo'yishingizni so'ragan holda biz videoroligimizni boshladik. Nimba. Zamonaviy muhandislar tez-tez umumiy xavfsizlikni robotlar orqali nazorat qilishni taklif qilishmoqda. Ular turli vazifalarni bajarishi mumkin. Razvedkadan tortib patrulgacha. Qarshingizda Nimba, ilg'or texnologiyali ixcham robot. Ko'chalarni patrul qilish uchun ishlab chiqarilgan. U obyektlarni ajrata oladi, ya'ni qarshisida mashina yoki inson turganini farqlay oladi. Uning avtonom tarzda harakatlanishi diqqatga sazovordir. Yana u o'g'ri yoki talonchi ortidan yo'nalish belgilagan holda kuzata oladi. Obyektni aniqlashda robot olomon, makon yoki turli obyektlar bo'ylab oson harakatlana oladi. Nimba atrofida nimalar sodir bo'layotganligini tasvirga oladi va uni real vaqtda boshqaruv pultiga yuboradi. Nimba jinoyatchini politsiya xodimlari uni qo'lga olgunga qadar ko'zdan qochirmasdan unga ergashishga qodir. Bundan tashqari, Nimba giroskuter vazifasini ham bajaradi, ya'ni faqat o'zi patrullik qilmasdan buni insonlar bilan birgalikda amalga oshiradi. The Grappler Police Bumper. Qoidabuzarlar ortidan ta'qib qilish ham politsiyachilarning asosiy va xavfli ishlaridan biri hisoblanadi. Birgina Qo'shma Shtatlarda qoidabuzarlarni ta'qib qilishda statistika bo'yicha kuniga bir kishi olamdan ko'z yumadi. Oxirgi bir necha yillikda dunyo muhandislari ta'qib qilish vaqtini qisqartiruvchi qurilma ustida bosh ko'tarib kelishgan. Bu protsess esa ishonchli va ta'qib a'zolari uchun xavfsiz bo'lishi kerak edi. Ishlab chiqaruvchilarning so'zlariga ko'ra, agar gumondor hibsdan qochish uchun tezlikni oshiradigan bo'lsa, vaziyat nazorati ham uning qo'lida bo'ladi. The Grappler Police Bumper esa vaziyat nazoratini qonun himoyachilariga qaytarishga yordam beradi. The Grappler politsiya avtomobilini old bamperiga ilingan bo'lib, tugmani bosish bilan gumondorning mashinasini orqa g'ildiragiga ilgak qilinadi va gumondor mashinasi harakati cheklanadi. Ilgak mustahkam materialdan tayyorlangan bo'lib, g'ildirakka o'raladi. Bundan keyin esa politsiya avtomobili tormozlanadi va gumondor avtomobili to'xtaydi. To'xtash vaqtida avtomobillar orasidagi masofa yetarlicha xavfsiz bo'ladi. Shunday qilib, The Grappler Police Bumper politsiya ta'qibini maksimal darajada tez va xavfsiz tugatish uchun optimal yechimdir. Bulletproof origami. Politsiyachilar har kuni xavf-xatar bilan to'qnash kelishadi. Bunday vaziyatlarda turli shikastlanishlar va hatto og'ir jarohatlar orttirib olishlari ham mumkin. Bulletproof origami aynan shunday vaziyatlar uchun ishlab chiqilgan bo'lib, foydalanishga qulay va eng asosiysi ishonchlidir. Bu himoya kalqonni g'ayrioddiy konstruksiya asosida, ya'ni yig'iladigan qilib ishlab chiqishgan. Bulletproof origami ko'chma, ixcham joylashtiriladigan kalqondir. Uni yerga qo'yib qo'yishingiz mumkin, ya'ni qo'lda ushlab turish yoki biror narsaga tirkab qo'yish shart emas. Kalqonni ochish uchun bir necha soniya vaqtingiz ketadi xolos. Bu esa qaltis vaziyatlarda juda muhim rol o'ynaydi. Hozirgi kundagi an'anaviy kalqonlar 40 kilogramm og'irlikka ega. Bu esa bir kishi olib yurishi uchun yetarlicha og'ir va oddiy kalqon faqat bir kishini himoya qilishi mumkin. O'q o'tkazmas proof origami esa 25 kilogramm tashkil qiladi va uni 2-3 kishiga mo'ljallab ishlab chiqishgan. Bu kalqonning tuzilishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, yon taraflari ham qo'shimcha politsiyachilarni himoya qilish imkonini beradi. Bu kalqon 12 qavatli kavlardan qilinganligi diqqatga sazovordir. Bu maxsus tola juda yuqori mustahkamlikka ega. Qo'shimchasiga esa ichkarisida alyuminiy stержен ham joylashgan. Battleskin Viper Helmet. Hozirgi kunda politsiyachilar va maxsus xizmat xodimlari foydalanib kelayotgan an'anaviy shlemlar yetarlicha yaxshi himoya qiladi, lekin ba'zi kamchiliklarni hisobga oladigan bo'lsak, bu optimal variant deya olmaymiz. Battleskin Viper shlemi esa bir vaqtning o'zida zobitni himoya qiladi va qo'yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli uddalashga yordam beradi. Bu shlem boshni uncha kuchli bo'lmagan zarbalardan himoya qiladi. Portlovchi qurilma bo'laklari, ballistik hujum tahdidlari esa bunga misol bo'lishi mumkin. Revision kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bu shlem an'anaviy shlemlardan ancha yengil ekani diqqatga sazovordir. Ya'ni bu shlem bosh va bo'yin qismiga ortiqcha yuklamalar tug'dirmaydi. Bu jihati bilan shlem harbiy sohada samarali himoyani ta'minlaydi.
Shlem poynagiga himoya ko'zoynagi 3 xil yo'sinda mustahkamlandi. Bu esa ko'z atrofi himoyasini ta'minlaydi. Bu shlem shunday konstruksiya asosida ishlab chiqilganki, unga kamera yoki fonarikni osongina o'rnata olasiz. The Recon Scout XT. Mana bu siz ko'rib turgan qurilma esa inson hayoti uchun xavfli hududlarda kerakli ma'lumotlarni yig'ish uchun mo'ljallangan drondir. Bu qurilmani boshqa qurilmalar bilan taqqoslaydigan bo'lsak, eng avvalo bardoshliligi bilan boshqa qurilmalardan ajralib turadi. The Recon Scout XT 9 metr balandlikdan qattiq yuzay, ya'ni beton ustiga tushib ketsa ham hech qanday shikast olmasdan o'z vazifasini davom ettira oladi. U kichkina, shovqinsiz va o'ziga e'tiborni jalb qilmagan holda harakatlanadi. Uning maqtovga sazovor sifatlaridan biri shuki, ixtirochilar unga infraqizil yorug'lik taratuvchi qurilma o'rnatganligidir. Bu orqali Scout XT quyuq qorong'ulikda ham harakatlanishga qodir bo'ladi. Scout XT kamera bilan harakatlanib, tez, samarali va eng asosiysi sezdirmasdan joy va qonunbuzar haqida ma'lumot to'plash imkonini beradi. Bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video roligimiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang. Kanalimizda hali yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va texnologiya olamiga oid eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling. Aytgancha, fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Omon bo'ling azizlar.